Men ko'p erkak kishilarga aytaman. Siz mana 5 yildan beri bolangiz yo'q, ha? Hamma tekshiruvlardan o'tgansizlar, hamma lecheniya olgansizlar, ha. Natija yo'q-ku. Yana nima xohlaysiz? Men sizga hozir ekoni aytibman deyman. Siz xohlamayapsiz. Shu vaqtda ko'p patsientlarimga o'sha ekoni aytganimda eng qo'rqadigan joy erkaklarni begona o'rinni qo'shib qo'yishadi. Men o'shancha qo'rqaman deydi. Eng nozik tomoni-da u. Siz nima bilan oqilingiz bu narsa unaqa bo'lmasligiga? Nima bilan kafolatlaysiz? Ular ham sizga o'xshab savol beradi-da. Qanaqa meni bolaligimni isbotlaysiz deydi. Qayerdan bilaman, menikini qo'ydingizmi, boshqanikini? Keyin aytaman. Eshiklarga yozilgan, har bir koridorda, har bitta doktorda eshigining tagida ism, familiyasi yozilgan. Har bittamizdan o'zimizning katakchamiz bor, o'zimizning xonachamiz bor. Shu xonaga meni xohlab kelsangiz kirasiz, to'g'rimi? Boshqa doktorni xohlasangiz eshikdan qidirib keyin kirasiz deyman. U yerda ham xuddi shunaqa. Urug'ingizni topshirasiz, o'zingizni idishingiz bo'ladi, o'zingizni katakchangiz bo'ladi, o'sha narsa o'zingizga saqlanadi. O'sha sizning ism, familiyangiz bilan. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q deb aytaman.